Ye, tushunmadim. O'yinlarni kim sindirdi? La'nati shulg'ut, yana senmi? Qani bu yoqqa kel. Menga qara, nimaga qo'llarni oynasini sindirasan, ha? Nimaga? Badaringizni eshitchanglar. Senlarning xonaga bir minut qoldirib ketib bo'lmaydi. Qo'shlaringga bit tushirsan shulg'utni. Bitta xonaning oynasi qancha turishini bilasanmi o'zi? Nimaga meni xolamni oynasini sindirasan? Borib Mavlonovning xonasidagi oynani sindirsak bo'lmaydimi? Umuman nima haqqing bor xonani oynasini sindirishga? Kelib sen oynani sindirasanmi? Senga emas, meni xonamni oynasini sindirish. Hozir men seni uzun burningga o'zing nosib qo'yaman. Sen o'zi o'rmonga yurishing kerak, maymun. O'zi menga bu xonani direktor Mavlonov bergan edi. Endi men direktor Mavlonovga nima deb javob beraman? Xonani oynasini kim sindirdi deb so'rasa, sen javob berasanmi? Kechirasan, men bo'yini egib javob berishim kerak. Yoki men o'rnimga borasanmi? Gapir, o'zim o'ldirib tashlayman. Nima meni urmoqchimisan? Undan ko'ra bo'yinimdan uzib bo'g'ib qo'ya qol. La'nat shulg'ut. Ustoz Hamroyev, meni hali... O'chira o'zingni, gapirma. Men gapirgan payt pastga qara, tushundingmi? Nimaga yerga qaraysan? Meni ko'zimga tik qarashga qanday jur'at etding? Senga emas, meni ko'zimga tik qarash, pastga qara. Umuman ko'zingni yumib yurmay gapirganda. Tarzan maymun, meni ichingga so'kma, tushundingmi? Ichingga so'kma. Hammasini eshitib turibman, nima deyotganingni. Xullas, ertaga nima qilib bo'lsa ham, xonani oynasini joyiga qo'yasan, tushundingmi? Bo'lmasam go'shtingni siqdan o'tkazib, mana bu shashlik xonaga shashlik qilib topshirayoraman, tushundingmi? Qo'limdan hamma narsa keladi. Bo'ldi, ustoz Hamroyev, men to'g'rilab beraman. Qarochi harakatingni qil, xarib. Kelib, meni xonamning oynasini sindirasan, sen maymun. Ye, partamning ustida turgan ruchka qayerga ketdi? Ha, yergina yutsin seni. Hali men ruchkamni ham oldingmi? Ertaga oyna bilan birga ruchka ham getirasan, tushundingmi? La'nat shulg'ut. Yo'qol ko'zimga ko'rinma.